Uylanaman deydigan aka-ukalarimiz uchun arzon yotoqxona mebeli topib berdim. Bu yotoqxona mebellarida bozordan topa olmaysizlar do'stlar. Ya'ni bu birinchi qo'l ishlab chiqarish joyidan bo'ladi, faqat internetda sotiladi bu narsalar. Bozorga chiqmaydi. Bozorga chiqadigan bo'lsa bu modellarni o'g'irlab qo'yishi mumkin. Shuni hisobiga bozorga umuman olib chiqilmaydi. Eng qiziqarlisi bu materiallar anchagina baquvvat bo'ladi do'stlar. Olib ishlatadigan bo'lsangiz ancha yil bu modellar trenddan o'chmaydigan bo'ladi do'stlar. Bularimiz narx-navosi necha pul bo'lyapti? Qanaqa materiallar ishlatilyapti? Dastavkalari qanchacha bo'lyapti deydigan aka-ukalarimiz uchun to'liq ma'lumotni ustakamizdan olamiz. Ustaka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, charchamayapsiz. Yaxshimisiz? Rahmat, shukr. Ustaka, bo'lmasam birma-bir mana shu modelimizdan boshlayversak. Xudo xolasa. Chunki juda trendga chiqayotgan bu panda modeli bo'ladi-yu. Bu panda modeli hisoblanadi. Hozir o'zi egasini o'zi hozir vaqti bo'lmagani uchun biz o'zimiz gapirib beryapmiz. Bu panda fasonimiz 2024-yillarda rosa moda bo'lgan. Xo'p, buni komplektida ikkita tumbasi, bitta bunaqa yasanadigan birgalikda bo'ladi, rossiyskiy laminat bo'ladi. Bu qirsa qirilmaydigan xonadon bo'ladi. Bemalol ochib, yopib xonadon bo'ladi. Chiroyli holatda bo'ladi. Faqat buniki sensori o'zini maxsus knopkasi bo'ladi. O'sha simlarga ulangan bo'ladi. Xolasa o'shani ezib qo'ysa o'chadi, ya'ni yoqaydigan bo'lsa o'zi yonaydigan xonadon bo'ladi. Eshiklari shunday bo'ladi. Ruchnoy bo'ladi, kupe bo'ladi, bemalol ochib yopsa bo'ladi. O'rta taklanadigan bo'ladi. Ikkita chekkasi esa kuyov bolalar uchun, xolasa bu tomon kuyov bola uchun, bu tomonni kelin bola uchun qilib ishlasa ham bo'laveradi. Komplekt holatda mana shunday holatda. O'rtada aynasini xolasa qo'yib bersa, xolasa olib tashlasa ham bo'laveradi. Bu o'zini albatta xohishiga qarab turib ketaveradi. Bular vitrin uchun terilganlari zakaz bo'ladigan bo'lsa, yangitdan yasab berishadi. Materiallari ortopedический udan foydalangan 3 yilga garantiya berishadi. 3 yil bitta tomon, 3 yil yana boshqa tomon qilsa bo'laveradi. Xohlagan rangini bemalol tanlasa ham bo'laveradi. O'zini xohishiga qarab turib bemalol tanlasa bo'laveradi. Xudo xolasa. Bunisi ham addini ajraydi. Xolasa bo'ladi. Qoyil. Bemalol joydan unumli foydalangan. Joydan unumli foydalangan. Bemalol olsa bo'laveradi. Xo'p, mana shu ikkita tumbasi, yasanadigan shkafi, mana shu komplekt holati $700. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul, vodiy bo'ylab ustanovkan qilib berishadi. Vodiy bo'ylab ustanovkan qilib berishadi. Keyin mana bir chekkadan boshlasak, bu tomondagi modelimizdan juda ham chiroyli chiqqan ekan. Bu adashmagan bo'lsa tuya fason deyishadi. Rang bo'lar ekan, bularimiz juda chiroyli chiqqan ekan. Mana shunday holatda, shunday holatda bemalol yoqib o'chirsa bo'laveradi. Yoqib o'chirsa bo'ladigan bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa, faqat buniki mana bunisi kattaroq narigindan ko'ra. Sveti jigarrang, ya'ni qahva sevidan deyishaveradi. Mana bunisi ham o'ta ham neobычный holatda ishlab qo'yilgan. Fasonlari ham bu stoldan tashqari, bu stol komplektga kirmaydi. Boshqa narsaniki yana birlar deb o'ylashmasin. Buniki shkaf katta bo'ladi, yana 3 ga bo'linadi. Bog'da dompomlar bo'lsa, uylar kichikroq odamlar bo'ladigan bo'lsa, menga olishadi uyni ichiga bittasini, ikkitasini boshqa yoqqa desa, ikkitasini boshqa yoqqa qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Juda ham zo'r. Xolasa birga bitta qatirib berishadi. Bu mana shu shkafi yasanadigan ikkita tumbichkasi 3 yilga garantiya beradigan ortopedический materiallari bilan buni narxi $800. $800. Tumbalari, nimalari ham, trimolari ham boshqacha ko'rinishda bo'lgan. Boshqacha ko'rinishda bo'lgan. Qolgan fasonda narxisa bo'laveradi. Endi buni fasonlarimiz qanaqa? Xo'p, bu fasonimiz birozgina bulardan ko'ra qimmatroq bo'ladi, chunki nima deydigan bo'lsangiz, mana bu hozir. Xullas. Chekka qatib turish kerak-da. Mana. Buni narxi bu nimasi zo'r? Uy kichkinalar uchun, domda yashaydiganlar uchun ombor sifatida foydalansa bo'laveradi. Qishki ustivosh tomga olib chiqib saqlasak. Tomga olib chiqib arqa qilishmaydi, shunday mashinaga tiqib olsa bo'ladi. Plus bunisi birgalikda komplekt holatda chiqqan mana shunaqa narsalar bilan birgalikda bo'ladi. Komplekt holatda bo'lgan ekanda. Buni yana bunday bosaydigan bo'lsa, o'z avtomatik yana 3 yildan bo'ladi. Buni ham 3 yil matrasi bilan birgalikda buni yana yonida 3 xil mashinaqa svet yonida xonada bo'ladi. Bular yumshoq qilgan material bo'ladi. Buni xolasa tillo svetda, xolasa bunday qora svetda ham qilib berishaveradi. Qora svetda ham qilib berishaveradi. Buni o'zini xohishiga qarab. Keyin xotiniga shammaydiganlar uchun NFC kartalar bo'ladi. Ya'ni shunday keladi, akalarimiz pulni yashiradi, ochadi. Qo'yib. Yana shunday bekitadigan holda bo'ldi, bekiladi, umuman ochilmaydi. Ya'ni faqat shu kartada ochiladi. Kartada ochiladi. Undan tashqarida xotinini qo'qimaydi, faqat hurmat qiladigan hollar uchun. O'zingizga o'xshab. Shunday ochadi mana. Kechqurun svet yonadi, xotinni bezda qilmasam, bemalol keyin unetib, xotirani qilsa ham bo'laveradi. Xotinidan dachaga bekinib qochadiganlarga ekan. Xuddi shular uchun, ya'ni svetlarni o'chirib turib, yoqib bezovta qilish hojati. Bu ham Krashim NDFlardan foydalangan juda ham zo'r holatda. Buni narxi $1100. Mana shu ikkita bunaqasi yasanadigan bilan birgalikda sensorli bo'ladi. Primolari sensorli bo'lar ekan-da. Qo'y. 3 xil 4 xil yoqsa bo'lar ekan. Xil yoqib. Xohlagancha. Bu ham xuddi shunaqa. Bu ham xuddi shu
Faqat rangi boshqa. Rangi boshqacharoq xolos. Narxi bunigina ham 1100 dollar. 1100 dollar. Buni ham tayyor shunaqa ombor sifatida foydalansa bo'ladi. Endi bu tomonda esa olib tora olamiz bor. Kinokada yonib o'targanda bular. Ha. Qo'yil. Mashinasidan qator endi ma'lum. Xohlagancha bemalol yoqib o'chirsa ham bo'laveradi. Xohlagan joyini yoqib o'chirib olsa bo'laveradi. Bu hozirgi kunda mana ko'ryapsiz, juda chiroq holatda. Xolasi mana bunisi ham ichiga cho'r chiroqlari ham chiroqli chiqqangan tremosi. Общий o'chirib yoqsa bo'ladi. Xolos shunaqa narsalari bor. Buni ham komplet holatda bemalol olsa bo'laveradi. Bunda plus mabodo bu tomon ayollar bo'ladigan bo'lsa, ro'mollarni taklab qo'ysa bo'laveradi. Bunaqa paypamartalar. Erkaklar tomon bo'lsa, shim ham joylasa ham bo'laveradi. Shunaqa plus qulayliklari bor. Bu tomonga, ya'ni ayollarning suvashini qo'ysa bo'laveradigan joy bo'lsa kerak. Ayollar uchun ham bemalol. Bunda DJ sefi bor, faqat qulub kalitsiz. Siz buni qulub kalsiz buni xotinga ishonadiganlarga. Ha, bu xotinga ishonadiganlar o'rtasi taklaydi va o'rtasi bu ham 3 ga bo'linadi. Bu addenni, bu addenni, bu adden. Soatlarigacha ko'rsatib turar ekanda bu. Ha, faqat to'g'rilab olish kerak. Soatini to'g'rilab olish kerak bo'ladi. Ya'ni buni mana bu chiroqlar yonadi. Hozir ulangan yo'q. Ishlataverar ekan. Ishlataveradi. Bularda ham chiroqlari yonadigan bo'ladi. Ortopedik material, yonlari kechqurun aqabaqa bilan bir narsa bo'layotganda shovqin chiqmaydi xondan bo'ladi. Oyoq tegib ketib qolsa. Oyoq tegib ketib qolsa ham yumshoq qilib potraydiganlar ekanda. Bemalol tomlaydi ish qilaman deganlar uchun. Oqfasionimiz qanaqa bu ham? Boshqacha chiroyli ekan. Buni ham narxi, bu ham 1100 dollar, bu ham 1100 dollar komplet holati. Bu tilloq sovet ko'proq, ya'ni tilloq sovet yoqtiraman deyotganlar uchun shunaqa fasonda qilib beraveradi. Buni ham pastida bemalol mana ko'rishlar mumkin. Faqat endi hozir anchadan beri ishlatmaganimiz uchun birozgina bir-biriga hozir qatib qolyapti. O'zi yengil bo'ladi, faqat mana shunday holatda buni ham ombor sifatida foydalansa ham bo'laveradi. Ya'ni mana bu ham og'ir narsa bo'ladi-da, shuni hisobiga. Shuni hisobiga ko'tarish ham qiyin bo'lyapti. 3 tomonlama 3 yilga garantiya anaqa bo'ladi. Ya buni ham stolidan tashqari. Bu stol addenni bo'ladi. Trimolarimiz ham juda ham chiroyli ko'rinishda ekan. Trimo ikkita tomonda bemalol. Misol bu tomonda kelaman deydiganlarga. Xolasa ikkitaga, xolasa o'zi bitta tomonda bolalari bemalol yasansa ham bo'laveradi. Buni ham chirog'i bor, ya'ni pultli yordamida bemalol xohlagan chirog'ini yoqib o'chirsa bo'laveradi. Bu ham shkafi ajraydi. Bemalol ochib olsalar bo'laveradi. Xo'p. Bo'ldi. Buni ham narxi 1100 dollar. Bunikiga keladigan bo'lsa, bu ham o'ziga xos juda ham chiroyli holatda ishlangan dizayni. Bu 6 metrli xonalar uchun juda ham chiroyli holatda tushadi. Fasonlari ham o'ta neobычный holatda, ruchkalarni ko'rasiz. Bejirim holatda ishlab qo'yilgan. Buni ham mana bu tomonlari, eng zo'r tomoni shunday keladi. Qo'yili. Shunday qiladi, o'zi ochiladigan bo'ladi. Robot sifat. Bosadigan bo'lsa otilarkanda. Buni ham xotin chiroyli bo'lsin deganlar uchun mana shunday chiroqlarni yoqib qo'yadigan bo'lsa, shundoq ko'rinishda yonar-kanda. Uch ko'rinishda yonadi. Chiroqlari bor. Bu komplektda nimalar bor endi? Yonini ko'rasiz. Komplektda oyoq qo'yadigan xona, polni o'sha bunday boshdan oyoq ko'radigan aynaga, ikki turimosi, bu tomonda yana o'sha qo'shimcha shkafchasi, mana bunaqa ikkita yana qo'shimcha narsasi va qalingina bo'layotgan mana shunaqangi materiallar bilan qoplangan. Bunisi va mana bular bilan birgalikda narxi 1300 dollar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Dastavka mutlaqo bepul. Bepul. 1300 dollar. Vodiychi esa ustanovkasi ham ichida. Ustanovkasi ham ichida. Do'stlar, ko'rib turganlaringiz modellarimiz juda ham ko'p. Bundan tashqari modellar ham xohlasa bor, telefon qiladigan bo'lsalaring, ekranni nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, xudo xolasa har xil modellardan bor. Bu modellardan hozir mana vitrinada turgan modellar, bular xohlagan modellaringizni zakaz qilishlaringiz mumkin, do'stlar. Bemalol har xil ishlaringiz mumkin. Mana aka yangi yurayotgan aka-ukalarimiz ham mana xudo xolasa zakaz bergan kelishgan. Bu tomonlarda ham juda ham chiroyli ko'rinishda yangi fasonlarida bor. Manzilimiz Andijon Aramax Mebel. Aramax Mebel desa lokasiya ham chiqadi yoki bo'lsa 80 metrlik kelsa ham bo'laveradi yo Jahon bozor tomondan. Ya'ni telefon qiladigan bo'lsa, lokatsiya ham tashlab berishadi. Xudo xolasa ekranni nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Agarda kelib ko'rib olib ketaman deydigan bo'lsalaring, telefon qilinglar, lokatsiya tashlab berishadi. Andijon shahrida joylashgan do'stlar.